Duoda baxillik bilan qilmaslik kerak azizlar. Duo xudbincha faqat o'zini so'rash kerak emas. Allohim menga bergin, menga qilgin, yo'q. Jamiyatga so'rang. Birodaringizga so'rang. Siz bir g'oyibdan bir do'stingizni, bir birodaringizni, vatandoshingiz haqqiga duo qilsangiz, g'oyibdan o'sha duo qilayotganingizda farishta Allohim bunga nima so'rayotgan bo'lsa, bunga ham shuni ber deb turadi. Siz yaxshi narsani so'rasangiz, sizga ham shu. Shuning uchun ko'proq duo qilaylik, vatanda duo qiling azizlar. Butun musulmon ummatini duo qiling. Yurtimizni duo qiling. Balolardan asrasin deng. Jonajon vatanimizga ko'z tegmasin deng. Bolalarimiz, farzandlarimiz baxtli, saodatli unib o'ssin deb duo qiling. Yurtboshini duo qiling. Chunki agar aytadilarki, bitta qabul bo'ladigan duoyim bo'lganida men yurtni podshosiga qilaman degan ekanlar. Yurtni podshosi, yurtni rahbariga duo qilishlikda o'sha mahalda aytgan. Bugun bizning davlatimiz rahbari prezident ekanlar, haqqiga duo qilish kerak azizlar. Chunki bizni duoyimiz ularga dalda bo'ladi. Hammani haqqiga duo qilaylik. Oilangizni, bola chaqangizni haqqiga zikr duolarda qo'shib, hammani duo qilib, eng asosiysi qalban hajga tayyorlanib turaylik azizlar. Inshaalloh chiroyli hajlarni qilib olsak, hamma narsalarimizni joyida, maromida o'tkazib hajji mabrur bo'lib olsak, bundan ortiq katta baxt bormi azizlar? Kelayotganimizda qancha narsa bilan keluvdik. Ya'ni yelkamizda qancha og'ir yukimiz bilan, isyon va gunohlarimiz bilan keluvdik-ku, endi shulardan qutulib ketib olishlikdan katta baxt yo'q azizlar. Kim hajji mabrur bo'lsa, qaytayotganda xuddi bir onadan tug'ilgan go'dakdek begunoh bo'lib qaytarkan, mana shu imkoniyatdan foydalanib qolaylik. Yoshlarni ko'ryapman. Kattalar duosini oling. Onangiz bilan kelgan bo'lsangiz, otangiz bilan kelgan bo'lsangiz duosini oling, rozi qiling, xizmatini qiling. Ammo buni internetga qo'ymanglar. Qo'ymanglar. Otang biz bilan kelasizmi, onangiz bilan kelasizmi, duolarini olib xizmatini qiling, lekin buni ijtimoiy tarmoqqa qo'ymang. Bu riyo bo'lib qoladi. Unga savob bo'lmaydi. Qolaversa onasini olib kela olmaganlarda qalbiga ozor bo'ladi. Yig'laydi o'tirib, qaniydi men ham olib borsam deydi. Bir kambag'allik qalbiga ozor berib qo'yasiz. Undan ko'ra nimaiki xizmatingiz bo'lsa, onangizni shu yerda turib xizmatini qiling. Bu g'animat. Mana oldimga bir kuni bir odam kirib aytdiki, odamlar ba'zida o'ylamasdan, bilmasdan gapirib qo'yadi-da. Men dedi shu hajga borsam dedi. Men u kishining oldin hajga borganini bilar edim. Men aytdimki, siz hajga borgansiz, hoj aka desam, ha to'g'ri, unda onam bilan birga boruvdim. Lekin o'sha Ka'bada onamni yetalab yurdim, onamga qaradim, u qildim, bu qildim. Xullas men rohatlanib ibodat qila olmadim. O'shinga boshqatdan borsam deyatuvdim. Boshqatdan haj qilsam deyatuvdim. U kishi shu gapni gapiryapti-yu, meni ko'zimdan yosh oqyapti, to'xtata olmayapman. Men aytdim, "Ey birodar, to'xtang. Bundan ortiq rohat bormi? Ka'bani oldida onasini qo'lini ushlashdan ortiqroq rohat bormi? Ka'bani oldida otasini qo'lini ushlab duosini olishlikdan ortiqroq rohat bormi? Men shu rohatni topolmadim deyapsiz. Alloh sizga shu rohatni beribdi-ku, siz bo'lsa topolmayapman deyapsiz. Bunaqa qilmaslik kerak. Bu rohat hammaga ham nasib qilmaydi. Puli bo'lsa yana kelar, 10 marta kelar umraga, kelar hajga. Lekin yo'q, ona bilan otani qanday olib kelsin? Shuning uchun mabodo kelgan bo'lsa, qo'llaridan o'ping, peshonasidan o'ping, qabolda duolarini oling. Topolmayapmiz, buni qila olmayapmiz azizlar. Qila olmayapmiz. Lekin kimdir olib kela olmagan bo'lsa, bizga o'xshab nasib qilmagan, biz yoshligimizda o'tib ketdilar, ko'ra olmadilar, hatto ilm o'qiganimizni ham, na otamiz, na onamiz. Lekin qalbimizga bitta taskinlik bor. Sizga shu taskinlikni ilindim azizlar. Ota-onasini olib kela olmaganlar. Ota-onangizni haqqiga duo qiling.
Mana shu Ka'bada Hajarul Aswaddan oldingi burchak Ruknul Yamoniy. Shu yerda qilingan duo mustajab. Uni to'g'risida qayerda bo'lsa ham uzoqroqda turasizmi, o'sha yerda turib Ka'bada turib Allohim ana vujudimga sabab bo'lgan onam bo'lganlarda hozir yonimda turgan bo'lardilar. Otam bo'lganlarida yonimda turgan bo'lardilar. Allohim mana bugungi qilgan ibodatlarimdan ularni bahramand qilgin deb duo qiling. Ularni ruhini shod qilasiz. Ka'bada o'tirib boshqa narsa bilan ovora bo'lgandan ko'ra mana shunday duolarni qiling. Ana bu sizning farzandlik burchingiz bo'lsin. Allohim hammalarimizni, o'tganlarimizni rahmat qilsin ilohim. Alloh bizni farzandlarimizga biz topa olmagan baxtni bersin. Ka'bani oldida qo'limizni ushlab duoyimizni olsinlar ilohim. Yurtdoshlarimiz ichida ota-onasini hajga olib kela olmayotganlar bo'lsa, Allohim ularni ham muvofiq qilsin va vatan ichida shunday xizmatni qilsinki, hajga olib kelganlardan ko'ra ko'proq savob bersin ularga. Otani yuziga qarab o'tirish, ularga yaxshi nigoh bilan qarab o'tirishlik o'zi bitta katta savob deyilgan. Bolalar mana shu xizmatlarni qilib tursalar, inshaalloh bundan da go'zal xizmat bo'ladi.